O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksi 187-188-moddalarida voyaga yetmagan shaxslarni, bolalarni g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish taqiqlanishi haqida ma'lumot berib o'tilgan. Bularga spirtli ichimliklarni ichish, sigareta chakishga targ'ib qilish mumkin emasligi aytib o'tilgan. Bunday holat 2 va undan ortiq ravishda takrorlansa, Jinoiy javobgarlik kodeksi 127-moddasi bo'yicha jazolanishi ham belgilab qo'yilgan. Hurmatli yurtdoshlar, odamlarni bema'ni kuldirtiradigan turli xil vayinlarni ketidan qo'yishni, tomosha qilishni bas qilaylik. Bunaqa vayinlarni ko'radiganlar qarmoqning uchiga ilingan ilmoqning jiloviga berilib ketib, uning orqasidan qo'yayotgan baliqqa o'xshaydi. Ko'zinglarni ochinglar. Ko'rayotgan kontentingizda qanaqadir ma'no bormi? Ma'no o'zingiz uchun qanaqadir ma'no chiqardingizmi? Agar javob yo'q bo'lsa, bunday kontentlarni ko'rishni bas qiling. Bloger va vaynerlar. Nima bo'lgan bo'lsa, bu o'tib ketdi. Vaqtni orqaga qaytara olmaymiz. Lekin hozirdan harakat qilib, kelajakda yaxshi vayinlarni chiqarishingiz mumkin. Odamlarni yaxshi tomonga o'zgartiradigan, ma'nosi bor, bolalarning sog'lig'iga yaxshi ta'sir ko'rsatadigan, yomon illatlardan himoya qiladigan, ichish va chakishni targ'ib qilmaydigan vayinlarni chiqarishingiz mumkin. Shunaqa vayinlarni chiqasizlar. Bunday vayinlarni ko'rib qolsangiz, hech qachon negativ yozmang. Yaxshisi отписка bo'ling va 3 ta nuqtani bosasiz. Undan keyin пожалуйстаga bosib kirib, nega shikoyat qilayotganingizni tanlaysiz. Masalan, нежелательный kontakt va spam berib chiqib ketasiz yoki o'zingizga kerakli bo'lgan punktni tanlab olishingiz ham mumkin. Shuni o'zi yetadi. Videoni prosmotri ko'paymaydi, topga chiqmaydi, odamlar отписка bo'ladi va aqli bor bloger keyinchalik bunaqa tipdagi yomon vayinlarni olmaydi. Yaxshi vayinlarni olishga harakat qiladi. Sizning bunday qilishingiz kelajakda bolangiz uchun kerak.